Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh Taologa xosdir. Alloh Taolani chin qalbimdan mediyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkiçi onun yolunda mangan musulman qeyrindaşlarga baxit saadet dileyman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik okurmenlerimiz, emdi huzurunlarga baxit saadetinin 40 retsipi namlı kitabımızını okup berişini davamlaştırımız. 32. retsip, biravının rahmet etişini kütmeng. Allame Muhammed Gazali hayatınızını yenilan namlı esiride mundaq deydi. Allah'ın nimetleri her bir nefeste, tomirlardaki kanını ittirgen her bir harekette bizni qorshab turadi. Ama biz bu katta nimetlerini köpünçe his qilmaymiz ve bu nimetlerinin egisi bo'lgan Allah'ni layıqida qadrlayolmaymiz. Biz barliq ehtiyojlarimizni o'zligidan tayyorlangan holda qabul qilamiz. Biz qilmoqchi bo'lganni shundaqli ko'nglimizga keltirish bilanla bu ish o'zligidan amalga oshadi. Masalan, o'ltirib qo'pish, yurish turish va hokazolarga o'xshagan ixtiyoriy harakatlarimiz ba'zi ne'matlarni cheklik sharoitlarda va ko'ngillik muhitlarda his qila olamiz. Ammo buni his qiladiganlarmi intayin oz. Buningdan sabab shuki, nurg'un kishilar Allohdan yiroqlashib ketgan. Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni e'tirof qilmaydigan darajaga berib qolgan. Umum insonlar o'zlariga ato qilingan Allohning sonsiz ne'matlarini his qilmasdan, uningga shukri ado qilmasdan g'aflat ichida umr o'tkazmoqda. Dunyoda nurg'un kishilar Allohning ne'matlaridan foydalanib turib, ne'mat egasiga shukr qilishni bilmaydi. Go'yo ular bu ne'matlarni o'zining tortib olingan haqqini qaytarib olgandek yoki bu ne'matlar faqat o'ziga xos ekandek qabul qiladi. Bundaqlar boshqalarni o'ziga hargizmi tang qilmaydi. Bundaq tuzgurchi tushuncha va xato tonishdan hargizmi shukrning g'unchilari unmaydi va bundaqlardan shukrni kutgili bo'lmaydi. Bu sababdan siz ba'zi kishilarga yaxshilik qo'lingizni sungan va yaxshilik qilish uchun ko'p jafo tortgan bo'lsangizmi, ularning sizga bo'lgan pozitsiyasi nachar, muomalasi so'g'uq va rahmat so'zi yo'q bo'ladi. Kishilarning bu xil muomalasi sizni nafratlantiramdi. Unutmangki, bu xildagi tuzgur insonlar bundan burun sizning va ularning yegona Rabbi bo'lgan Allohga shunday muomalada bo'lgan emasmi? Shunga Alloh Qur'oni Karimda va qalilum min ibadiyash shakur, ya'ni bandalarimdan ko'plab shukr qiluvchilar ozdir degan emasmi? Dali Karnik bizga kishilar orasida keng taralgan tuzgurlik masalasi to'g'riliq mundaq bir qancha misolni keltirdi. Siz birovning hayotini halokatdan qutuldigan bo'lsangiz, uningdan shu qilganingizning badaliga rahmat so'zi kutamsiz. Balki shunda qilishingiz mumkin. Lekin Samuel Laybetis avval advokat, keyinchi sotchi bo'lib ishlash jarayonida 78 kishini tok o'rindiqda o'ltirg'izib ijro qilinadigan o'lim jazosidan qutuldirib qolgan bo'lsa-mu, ulardan birasimi uningga rahmat etmagan. İsa palash kasaliga giribdor bo'lgan 10 odamni bir kunda saqaytgan bo'lsa-mu, ulardan qancha kishining Isoga rahmat etganligini bilamsiz? Orolli bir kishi. Ammo boshqalar shuncha arzon rahmat so'zini aytmasdan qaytib ketishgan edi. Charles Schwab menga mundaq bir qissani aytib bergan edi. U bir qatim embargoga uchirgan bir sarrofni turma jazosidan qutqizib qolgan ekan. Lekin sarrof uningga rahmat etdimi? Ha, bir kuni uningga rahmat so'zini nihoyatda qiyin deyaladi. Ondan uni orqasidan tillashga boshladi. Dali Karnik go'yo Allohning innal insana li robbihi lakanud, ya'ni inson haqiqatan Rabbiga qarata bahmu tuzgurdir degan so'zni sharhlagandek mundaq deydi. Tuzgurlik shundoq bir tabiat bo'lib, u zaminga ungan o't cho'plarga o'xshash birov uni terimasdan o'zligidan unib chiqqan narsa. Ammo shukr faqat uni yaxshi parvish qilish bilanla unib chiqadigan gulga o'xshaydi. İnsan tabiati yanıla şu azaldinki insan tabiati bo'lib, u manguga o'zgarmaydi. Ahvol mundaq ekan, uni shu bo'yicha qabul qilishimiz kerak. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmang nomli asarida mundaq deydi. Alloh taolo insonlarni o'ziga ibodat qilsin, o'zi ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirib, uni rozi qilsin deb yaratdi. Ammo nurg'un kishilar Alloh taoloni qo'yib maxluqotga cho'qindi va Alloh taologa shukr qilishning o'rniga boshqasiga rahmat etdi. Chunki tang'oqlik, zulm silish va ne'matlarga ko'z yumib olish ularning tabiatidir.
Navada siz shu xildagi kishilarni uchratgudek bo'lsangiz, ularga eran qilmang. Cho'qimki, ular sizning go'zalliklaringizni yo'qqa chiqarishga urinadi. Ihsoningizni puchilab, yaxshiliklaringizni unutadi. Qisqasi sizga dushmanlik bayrog'ini tiklaydi va yo'shirin dushmanlik manchoniqini sizga qaratib atadi. Bu boshqa bir ish uchun emas, balki siz ularga yaxshilik qilganligingiz uchundir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi." Ya'ni Allah va uning payg'ambari ularni o'z fazlidan bayqaganligi uchunla ular payg'ambarga dushman bo'ldi. Real dunyo xaritasining fasillari orasida mundaq bir qissa bor. Ota-ona farzandlarini tug'ib, kechasi kirpiq qaqmay, kunduzlari qo'lidan tushirmay, yemay yegizib, kiymay kiygizib degandek ne jafolarni cho'ng qilsa, farzandlar qanot quyrug'i yetilib, xuddi tug'ilibla bir kun ichida cho'ng bo'lib qolgandek, ota-onasining jafolarini ko'zi ko'rmaydi. Ularni ko'zga ilmay, ularga hurpiydi. Hatto anchiki ishlar uchun mush ko'tiribmi qo'ydi. Siz mana mushundaq o'zidagi go'zallikni nobud qilgan, arzimas dunyolik manfaatlarga eng qimmatli insoniy burchlarini tegishayotgan tabiatsiz kishilarga sukut bilan muomala qiling. Biroq bu xitob sizni o'zingizdagi go'zalliklarni cho'rib etishga va boshqalarga yaxshilik qilmaslikka da'vat bo'lib qolmasin. Balki boshqalarning sizni haqorat qilishi va chetga qiqishiga qarata savringizga savr qitilsin. Allohning roziligiga erishish uchun yaxshi amal qiling. Shundala siz har qanday vaqt, har qanday ahvolda muvaffaqiyatga erisha olasiz. Siz mansitmagan va sizning go'zalliklaringizni inkor qilgan kishilar bilan tang bo'lmang. Ular bilan daddalash qilganning o'rniga Allohga hamd eting. Chunki siz ihson qilg'uchisiz. Vaholanki bergan qo'l olgan qo'ldan yaxshidir. Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura." Ya'ni biz sizlarga faqat Allohning roziligini ko'zlab taom beramiz. Sizlardan mukofot va rahmat kutmaymiz. Ko'p sondagi kishilar nihoyatda aqlli bo'lsa-mu, ammo ba'zi bir safosining tayini yo'q. Vafoga jafo qiladigan jamiyat dashqonlarining mohiyatiga bo'lgan tonishi aniq bo'lmag'achqa, undaqlarning yeniga kelganda tengirqab qoladi. Ular bundaq shafqatsiz bag'ritoshlarning osiylig'i bilan nadonligini ifodalaydigan muni ulug' vahiyni anglab baqsa bo'ladi. Va idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Yani insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsimi, o'ltirsimi, o'ri tursimi, uningdan qutuldirib qo'yishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib ular go'yo uni ko'tarib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek o'tib ketadi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. Navoda siz bir nodonning qo'liga qalam tutqizsangiz, ehtimol u uni sizning hajiviy rasmingizni sizishga ishiltishi mumkin. Shuningdek, bir to'mpayga hosingizni bersangiz, u hosiga tayinib yo'l yurishi, qo'ylarni haydishi, oxirida shu hosi bilan beshingizni urib yerib etishi mumkin. Shundaqdimi azoblanmang. Chunki bu o'zining yaratquchisiga nisbatan inkor qilish kepallari ichida mumiyalangan kishilarning mohiyatidir. Ular bu holda bizga yana qanday muomala qilmoqchi edi? Oldingizda jinim do'stim, sening uchun jinim fido deb turib, beshingizga kun kelganda sizni arzon pulga setib etadigan nomardlarga qayg'urmang. Sizga sadoqat bog'lagan bo'lib olib, siringizni elib olgandan keyin uni sizga qarshi qo'ral qilib olgan dushmanga qayg'urmang. Oldingizda xushomatingizni qilib, orqangizdan sizni so'kadigan oliko'ngil do'st uchun qayg'urmang. Sizdan yaxshilik ko'rib turib, yomonlik qiladigan tuzgorlar uchun qayg'urmang. Dunyolik manfaat uchun ikkilanmasdan sizni setib etadigan sotqinlarning borligidan qayg'urmang. Yo'qsizlikdan quruq non yeb kunini kash qiladiganlarning semizlikdan o'lib ketayotgan qo'shnilarining borligiga qayg'urmang. Vafoga jafo qiladigan, non bergan qo'lni tishlaydigan ishmijoz insonlarning borligiga qayg'urmang. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mishada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.